salomatlik, dardlaringiz hammamizni oilamizda o'zgarib sog' salomat yuring. Doim oldimizda ana shunday turib bering onajon. Parvona.com'da Mehmonlar, mana shu xonadonda yig'ilib turgan barcha aziz mehmonlar, mana bugun yig'ilishib turganlarimizning asosiy sababchisi Sayohatxon onajonimiz ekanlar. Mana shu onajonimizni yana bir bora farzandlar xursand qilishni niyat qilib, Allohning inoyati bilan hajji davralarida mehmon bo'lib o'tdi. Albatta, mana shu Sayohatxon onajonimiz mana shu farzandlarni qancha qiyinchiliklar bilan mana shungacha olib kelganlar. O'zlaridan da ustun qo'yib mana shu farzandlarimga ilinganlar. Aslida mana shu onajonlarni qancha xursand qilsalar kam, mana shunday onajonlarni yaxshi kunlarda xursand qilishdan charchamaslar. Mana shu Bobirjon, Sabohatxonlarni Allohim martabalarini ziyoda qilsin. Inshaalloh onajonlarni birgalikda hajlarga olib borib, ho'jonalik, otajonlarga ho'ja otalik vaqtini Allohim nasib qilganda ham mana shunday yaxshi davralarda, chiroyli davralarda kelib xizmatda bo'laylik deyman. Sayohatxon onajon, sizga ushbu quvonchli kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Dardig'amni ko'rmang, Allohim dardingizga shifo bersin. Eng yomon kuningiz, eng yomon davrangiz mana shunday yaqinlaringiz davrasida o'tsin. Bugun sizni o'rnak qahramonlari xursand qilish uchun tashrif buyurganlar. Marhamat. Ota onam yonimda siz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening turgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Sizdir mening tirgagimsiz, urib turgan yuragimsiz, go'yo havo keragimsiz, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 boyingiz jannat, onam. Otam, 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 nomingiz mendan olam. Onam, 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 boyingiz jannat, onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Keng hovlim g'aribdan g'arib, jondidan qolarman ular axtarib, ko'ksiga bosh qo'yib, lablarim aytib, onamni o'rnini hech kim bosolmas, onajonim mehribonim o'rnini hech kim bosolmas. Onajonim, men judayam xursandman. Mana Boshim qo'yay poyingizga, jonim to'shay joningizga, duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Boshim qo'yay boyingizga, jonim to'shay joningizga, duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab, kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab, kuyladim sizga atab, orzularim ushalgan kun. Onam, 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 boyingiz jannat, onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 boyingiz jannat, onam. Otam, 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 Nomingiz dildan olam. onam, 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 boyingiz jannat.
Xorazm nazgisi. Davramizga taklif qilamiz. Muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzun qilsin. Mana shunday davralar doimo ochiq bo'lsin, o'tirgan o'rinlarga qolmasin. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin, mudom baxt omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dunyoda g'am ko'rmang hech vaqt hech qachon. Ochiqda qalbingiz tuymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling doim onajon. Bugungi tavallud kun sizga yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Inshaalloh kelasi yilda ham mana shu qatorlarni kengayib kamaymasdan davrlar bundan-da chiroyli qilib o'tkazishlarini Allohimdan so'raymiz. Doimo yaxshi kunlarda ko'rishib, shirin tashvishlarda xizmatda bo'laylik. Sog' bo'lasizlar.